Assalomu alaykum boshlang'ich sinf ustozlari. Attestatsiyadan sizga tushgan savolga qanday javob berdingiz? Savol, mana shunday savol tushdi attestatsiyadan. O'zbekistonda ta'lim rasman qaysi tilda o'qitiladi? Birinchi, faqat o'zbek tili, ikkinchi turkman, tojik, qirg'iz, qozoq tillari, uchinchi ingliz, fransuz, koreys, to'rtinchi qoraqalpoq va rus tillari. Javoblar: A. Birinchi javob to'g'ri, B. 1, 2, 3, C. 1, 2, 3, 4, D. 1, 2, 4. Bilamizki, 1989-yildan boshlab o'zbek tili O'zbekistonda davlat tili deb e'lon qilindi. Lekin bu javobga qarang, mulohazali savol bo'lgani uchun diqqat bilan e'tibor bering. O'zbekistonda ta'lim deyapti. Ta'lim rasman qaysi tilda o'qitiladi? Bu yerda juda ko'plar birinchi javob to'g'ri deb bergan. Aslida esa A javob emas, D javob to'g'ri. Asosni sizga taqdim etaman. Asos mana O'zbekistonda rasman ta'lim tili sifatida bir nechta tillar o'qitish yo'lga qo'yilgan. Bu tillar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, ta'lim to'g'risidagi qonun va boshqa normativ hujjatlar asosida belgilangan. Asosiy davlat tili, ta'lim tili o'zbek tili. Barcha ta'lim muassasalarida asosiy, ya'ni davlat tili sifatida o'qitiladi. Qo'shimcha tillar milliy guruhlar uchun. O'zbekistonda millatlararo totuvlikni ta'minlash maqsadida quyidagi tillar ham ta'lim olib boriladi. Qoraqalpoq tili Qoraqalpog'iston Respublikasida, rus tili ko'plab viloyatlarda, rus maktablari va sinflarida, qozoq tili asosan janubiy viloyatlarda, Surxondaryo, Qashqadaryo, tojik tili asosan Samarqand va Buxoro viloyatlarida, turkman tili Xorazm viloyatining ayrim tumanlarida, qirg'iz tili Farg'ona vodiysining ayrim hududlarida. Xulosa, O'zbekistonda rasman quyidagi tillarda ta'lim olib borish mumkin: o'zbek tili, qoraqalpoq tili, rus tili, tojik tili, qozoq tili, turkman tili, qirg'iz tili. Demak, D javobimiz to'g'ri. Chunki O'zbekistonda o'zbek, tojik, turkman, qirg'iz, qozoq, qoraqalpoq va rus tillarida ta'lim olib boriladi.